Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni общий Amerika fond birjasiga ixtisoslashgan trading darslar demak tugadi. Ya'ni bu darsimizda chiqish darsi bo'ladi, ya'ni yakuniy dars. Endi aynan mana shu nimaga bu dars, bunda ham sizga ma'lumot berib o'taman. Ya'ni bundan keyin siz nima ish qilishingizni, ya'ni tradingga oid bo'lgan ma'lumotlarni ham aytib o'taman. Xo'p, keling avval shu darsni boshlashimizdan avval bitta narsani aytib o'tay. Endi nega bepul darslar o'tilyapti? Ya'ni maqsad nima o'zi? Xo'p, sizga bitta maqsadni aytadigan bo'lsam, o'zingizlar bilasizlar, ko'pchilik biladi, ya'ni O'zbekistonda forex juda ham yuqori rivojlanib ketgan. Ya'ni bunda forex traderlar ko'p demoqchiman va aynan forex traderlar ko'p bo'lgani bilan turli xil brokerlar ham bor, tashkilotlar ham bor, aynan shu forexlarga tegishli. Ya'ni qanaqa bozor rivojlansa, qanaqa bozorda odam ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi imkoniyatlar ham paydo bo'ladi. Ya'ni bundan maqsad o'zimizda ham shu halol trading, ya'ni aksiya bozori, investitsiya bozori demak yaxshi rivojlanadigan bo'lsa, shunaqa qiziqadigan odamlar ko'payadigan bo'lsa, bizda ham turli xil imkoniyatlar ochilishi mumkin. Bunda misol uchun yangi brokerlar kirib kelishi mumkin, yo bo'lmasam yana qanaqadir boshqa tashkilotlar shu O'zbekiston bilan shu moliyaviy bozorlarni rivojlanishiga demak qanaqadir hissa qo'shishi mumkin. Aynan bu narsa odamlarning qiziqishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bizdagi maqsad qanchalik halol traderlar ko'payadigan bo'lsa, bu bizni o'zimizga yaxshi. Ya'ni bizda misol uchun community bo'lishi mumkin, jamoat tuzishimiz mumkin. Ya'ni qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa traderlar, shuncha o'zimizga foyda bo'ladi. Ya'ni sizga ham maqsadim bu ham bitta yangi kasb, ya'ni o'zimizni davlatimiz uchun yangi kasb va mana shu kasbdan faqatgina siz to'g'ri yo'lda foydalanishingiz kerak. Qanaqadir noqonuniy yo bo'lmasam halol bo'lmagan yo'nalishlarda foydalanadigan bo'lsangiz, bu narsa sizga davomiy bo'lmaydi va muvaffaqiyat olib kelmasligi mumkin. Xo'p, aksiya bozori darslarimiz ham tugadi. Endi bundan buyog'iga sizlarda nima qilishinglar, mustaqil o'rganishlar haqida gapirib o'taman. Xo'p, keling kitoblar haqida gaplashamiz. Ya'ni bundan keyin siz aksiya bozorini, stock marketni qayerlarda o'rganishingiz mumkin. Bunda birinchi bo'lib kitoblarni tavsiya bergan bo'lardim. Ya'ni kitob juda ham sizga manfaatli, juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Bu faqatgina o'rganish emas, bu dunyoqarashingizni ham oshiradigan kitob hisoblanadi. Ya'ni doimo kitob o'qib boring. Bu juda ham katta foyda. Xo'p, birinchi kitobimiz The Intelligent Investor hisoblanadi. Aynan bu kitob juda ham mashhur kitob. Trading kitoblar bo'yicha top 1 da turadi. Aynan mana shu kitob. Siz bu kitobda investitsiya asoslarini o'rganasiz. Juda ham prosta dahshat qilib ma'lumotlar berilgan. Bu kitobni o'qiydigan bo'lsangiz, endi tushunishi ham qiyin bu kitobda. Misol uchun yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, agar shu Intelligent Investorni yaxshi o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, siz ancha-muncha xatolardan voz kechasiz. Xo'p, The Intelligent Investor qizil kitob bo'ladi. O'zbekistonda bor, ko'p joyda bor, lekin qolgan kitoblar yo'q. Lekin mana shu The Intelligent Investorni qidiradigan bo'lsangiz, kitobiy variantda oddiy kitob shaklini topishingiz mumkin. Xo'p, qolganlari berganman, top 5 ta kitoblarni yozib qo'yganman. Demak, bu kitoblarda hammasini kitob ravishda, kitob variantini topa olmasligingiz mumkin, lekin onlayn elektron variantini topib turib o'qisangiz ham bo'ladi. Ya'ni qolganlari unchalik ham O'zbekistonda rivojlanmagan, shuning uchun kirib kelmagan bo'lishi mumkin. Lekin PDF variantlari bo'ladi, aynan shulardan ham o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, bu kitoblar asosiy kitoblar edi. Bundan tashqari yana juda ham ko'p tradingga oid kitoblar bor. Qolgan kitoblarni ba'zida Telegram kanalimizga joylab turamiz. Ya'ni qanchalik ko'p odam o'qidigan bo'lsa, o'ziga foyda bo'ladi. Qolgan bir nechta kitoblarni ham tashab turamiz. Endi bu kitoblar ichida strategiyalar ham bor, qanaqadir
Elliott Wave ga o'xshagan boshqa bir trading instrumentlar bor, shunga o'xshagan narsalarni ham tashab turamiz. Undan tashqari nafaqat kitob, balki o'zingiz onlayn o'rganishingiz ham mumkin. Ya'ni biz hozir 21-asrda yashayapmiz, ya'ni internet davrida. Hozirgi zamonda internetni bo'lmagan odam deyarli yashamayotgan hisoblanadi. Ya'ni deyarli hammada internet bor. Aynan mana shu internet sizga juda ham katta foyda beradi. Bundan misol uchun tradingni mustaqil o'rganish uchun YouTube dan o'rganishingiz mumkin, to'g'rimi? Yo bo'lmasam boshqa internetdagi boshqa tarmoqlardan ko'rishingiz mumkin yoki yangiliklar olishingiz mumkin Twitterlarda. Aynan mana shu ham o'rganish hisoblanadi. Ya'ni siz o'zingiz endi bundan buyog'iga o'zingiz mustaqil ravishda ish olib borasiz, ya'ni mustaqil ravishda demak tradingni o'rganishingiz ham mumkin, savdo qilishingiz ham mumkin. Xo'p, endi sizlarga yana aytadigan narsam, real bozorga kirishdan avval demoda savdo qilinglar, ya'ni demoda yaxshiroq tajriba orttirib keyin kiringlar. Chunki realda savdo qilish juda ham katta emotsiya oladi. Ya'ni sizni emotsiya boshqarmasligi kerak. Siz o'zingizni emotsiyangizni o'zingiz boshqarishingiz kerak. Agar sizni emotsiya boshqaradigan bo'lsa, siz samarasiz odam bo'lib qolasiz. Ya'ni qaysidir ma'noda ko'p kirgan vaqtingizda, savdoga kirgan vaqtingizda zararda chiqishingiz ham mumkin. Trading jurnal tuting. Trading jurnal bu sizga shu tartib intizomlaringizni birin-ketinda joyida olib ketishga harakat qiladi. Aynan mana shu trading jurnal orqali siz o'zingizni xatolaringizni ham o'nglashingizni, ya'ni qayta qilgan xatoyingizni boshqa qilmaslikka harakat qilasiz. Undan tashqari oxirida sizlarga yana bitta ma'lumot aytib o'taman. Bu narsani aytishim kerak. Aksiya bozori kimlar uchun? Aksiya bozori misol uchun oxirgi puliga savdo qiladiganlar uchun emas, kimdandir qarz olib savdo qiladiganlar uchun emas, yana kimdandir kredit yoki shunga o'xshagan narsa olib turib, shu bozorga tiqadiganlar uchun emas. Siz bu narsani to'g'ri qabul qiling. Ya'ni stock market, investitsiya bu nima? Bu narsa siz misol uchun qayerdadir o'zingiz ishlaydigan bo'lsangiz, birinchi kasbingiz bo'ladigan bo'lsa, asosiy kasbingiz, shundan ortadigan pulni bozorga sarflash. Ya'ni bozorga sarflash deganda investitsiya kiritish. Aynan mana shu investitsiya orqali siz ortiqcha, ya'ni ikkinchi darajali daromad qilishingiz mumkin. Undan tashqari siz tradingni o'zidan o'zingiz birinchi kasbingizga aylantirib ololmaysiz. Ya'ni siz doim asosiy kasbingiz shu tradingga oid bo'lgan yo bo'lmasam qanaqadir boshqa kasb bo'lishi kerak. Misol uchun qanaqa moliyachi bo'lish kerak, moliyaviy ekspert bo'lishingiz mumkin yo bo'lmasam iqtisodchi bo'lishingiz mumkin. Aynan mana shu kasblar ham demak tradingga oid hisoblanadi. Ya'ni qachonki siz universitetda iqtisodiyot yoki shu moliyaga oid bo'lgan yo'nalishda o'qiydigan bo'lsangiz, shu sohada o'qiydigan bo'lsangiz, siz tradingni bir qismini o'rganayotgan bo'lasiz. Ya'ni aynan mana shu trading va investitsiya shu iqtisodiyot hamda moliya sohalarining ichiga kiradi. Xo'p, qachon trading sizni birinchi kasbingiz bo'lishi mumkin? Ya'ni siz qachonki universitetda oliy ma'lumot olganingizda, misol uchun aynan mana shu investitsiya yoki aksiyalarga sarmoya qilish to'g'risida sohalar bor, misol uchun chet davlatlarda bo'ladi, O'zbekistonda bo'lmasa ham, aynan mana shu holatda siz aynan shu aksiyalarga oid bo'lgan darslarni o'rganadigan bo'lsangiz, shu oliy diplomingiz bo'ladigan bo'lsa, ana shunda sizni birinchi kasbingiz, asosiy kasbingiz trading bo'lishi mumkin. Bunda ham sizga qiyin bo'ladi, ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, bozor juda ham pastga qulab ketgan paytlar bo'ladi va krizis davrlar kelib qolishi mumkin. Aynan mana shu holatda siz qanday qilib chiqib ketishni bilishingiz kerak. Bunda juda ham ko'p tajriba talab qiladi. O'rtoqlar, bugungi yakuniy darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, kursimiz ham tugadi. Bundan buyog'iga qachonki yangi ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa, ba'zida video chiqarishim ham mumkin, chiqarmasligim ham mumkin, lekin shuni aniq aytaman, asosiy ma'lumotlar, yangiliklar Telegramda bo'ladi. Ya'ni Telegramda boshqa qo'shimcha kurslar ham tashab turishim mumkin, o'zimniki emas, ya'ni boshqa chet elda kurslari va undan tashqari kerakli bo'lgan kitoblarni tashab turaman. Xo'p,
Bugungi darsimiz tugadi. Rivojlanishdan to'xtamanglar, doim o'rganishda davom etinglar. Doim aynan tradingga o'xshagan zamonaviy kasblarda yangi narsalar qayta-qayta chiqaveradi. Shuning uchun doim o'rganib, birga yuringlar. Ya'ni zamon bilan birga yurib, doim yangi narsalarni o'rganishga harakat qilinglar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Nasib qilsa yana tez orada ko'rishamiz.